Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan butun spetsnaz yig'ilgan afganskiy mana G'ofirbodan boshladik. Assalomu alaykum hurmatli quroldosh do'stlar. Mana biz musulmonskiy batalyoni yigitlari Samarqand shahridan. Mana Mahmud akamiz bor, Toyir akamiz bor, Sunnatullo akamiz bor. Rahmat aka. Rahmat bobomiz bor. Baxti akamiz bor. Mana bizni xizmat qilayotgan yaxshi yigit, razvedchik Shavkatjon ukamiz bor. Men starshina rota G'ofir akalaring bo'laman. Mana shu bayram bilan hammalaringizga mustaqillik uchun sog'lik, salomatlik tilayman, oilaviy baxt tilayman. Hamisha sog' salomat bo'lingizlar. Nima niyatlaringiz bo'lsa hammasi ushalsin 2026-yil. Hammalarini yana bor bayram bilan tabriklaymiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik. Komandirlarimiz, komandir zavodlarimiz, starshinalarimiz, serjantlarimiz, soldatlarimiz hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Doimo sog' salomat bo'lingizlar. Ura! 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 Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramlar muborak bo'lsin, qadrdonlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shavkat aka, sizga ham rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar, Abdushi.